Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun mana 4-iyul 2026-yil. Mana bu arilarimizni tog'dan qaytarib olib keldik. Shularni bir ko'zdan kechiramiz. Endi tog'dan qaytarib olib kelishimizga sabab bitta vaqtimiz bo'lmadi qarashga. Keyin ko'p arilarimiz qochib ham ketdi. 20 kun, 25 kunda borildi. Shuni hisobiga og'aynimiznikini ko'rganimda shira yaxshi kelayotgan ekan qishloqda. Shunga qaytib olib keldik bu arilarni. Endi sizlar bilan mana bir ko'zdan kechiramiz. Qanaqa holatda ishlayotganini sizlar ham ko'ringlar. Eng oxirgi ramkasi. Bunda bitta ikkita endi boshlabdi. Asal olib kelishdi. Bitta ikkita teshigiga endi qo'yishibdi. Mana shu oilamiz polni oxirigacha to'lgan edi. Tog'da ancha kamayibdi. Shuni hisobiga ikkita ramkasini to'siqni bu yog'iga olib qo'yildi, bo'shini. Mana do'stlar, olib kelganimizga bir haftadan o'tdi. Ko'rib turgan bo'lsalaring, уже asalga ishlashni boshlagan. Asalni hidi ham kelib yotibdi. Bu tomonda ham bor mana. Xudo xolasa. Bu ikkinchi ramkasi. Uchinchi ramkasi mana anchagina og'ir. Hozir nimadan olib kelayotganini bilmayman-u, lekin kelyapti ekan bo'limini. Menimcha уже paxtadan kelishni boshlagan. Endi qanaqa paxta navi ekilgan bilmayman-u. Agar Xitoy bo'lsa ham bir xil navlari asal beryapti deb eshitdim. Mana buni ko'rsalaring, bunda anchagina asali bor. Ikkita yonlarigacha asalga ishlashni boshlagan. Hidi keldimi asal? Mana ona arimiz ham chetda yuribdi. 26-yilgi yangi ona ari bu ham. Urug'lar bor уже. Do'stlar, mana dahshat asalli hidi. Tabiiy asal hidi. Qishloqqa ko'chirganimiz yaxshi bo'pti. Hozir tog'da bo'lganda hali bunchalik yig'ib tashlolmasdi. Mana tepalarini olgin. 10 sm joyi уже asalga to'libdi, oqartirish ham boshlanibdi. Hop. Mana urug'larigacha olgin pastlarini. Urug' qo'yishi ham yaxshi holatda. Mana shu yerlardagi asallarni ko'ringlar. Tepasida ham bir 10 sm joyi de P holatda yig'ishibdi уже.
yana bir 10 kun mana shu holatda ishlab tursa, Xudo xolasa hosilni yig'ishtirishni boshlaymiz. Nasib bo'lsa. Bu oxiridan ikkinchi ramkasi. Ramkalar oxiriga borgan sari asali ham ko'payib boryapti. Ko'z tegmasin, yaxshi holatda ishlab turibdi. Ajoyib. Ko'chirilgandan keyin ularda tog'da ovqat qolmagan ekan. Faqat gulchang kelavergan. Ovqat yo'q. Ozroq ovqat berildi. Lekin dalshi o'zlari yig'ib tashlashdi. Mana bu oxirgi ramkasi do'stlar. Bay hidini. Do'stlar, mana shu holatda qolgan oilalarimiz ham hammasi asalga o'tiribdi o'zi. 10-15 kun xudo xolasa pestitsidlarni paxtaga sepmay tursa, dorilarni yoki уже sepib bo'lishgandir bu. Undan keyin olib keldikmi arilarni 10-15 kun mana shu holatda ketib tursa, xudo xolasa hosilni yig'ishtiramiz, keyin asal olish jarayonini ham qo'yamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar.